Xudo taolo Qur'oni Karimda shuni marhamat qilib aytadiki, ya ayyuhallazina amanu fattaqulloha mastata'tum deydi. Ya'niki ey iymon keltirganlar, Alloh taologa qo'llaringizdan kelgancha ibodat qilinglar deydi. Mana shunday fayzli koshonalarda yilda yig'ib, do'stlarni yig'ib, mana shunday bir ehson qilib, bir-birlarimizga mana shunday tabassum ulashlik ham albatta bir ibodat. Shuning uchun barchangizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Va albatta bugungi fayzli kechamizni ta'kidlab o'tish bo'lgan bir ajib bir vaqtimiz bor. Hijriy oylarning mavlud oylarida ushbu fayzli koshonaga ikki olam sarvari payg'ambar alayhissalatu vassalamni ajib bir mo'tabar sochlari kedirib bu yerda bir qancha diniy marosimlarimiz o'tkazilganligi uchun ushbu xonadonda, ushbu fayzli koshonada alkogol ichishlik mumkin emas, qat'iyan man qilinadi. Albatta shu yerda turgan namozxon aka-ukalarimizga namoz o'qishlik uchun joylarimiz ham tayyor. Albatta oldingizga tortiq qilingan barcha tansiq taomlar halol sertifikatlari bor. Shu uchun albatta barchangizga yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsinlar. Oila saltanat sarhadlariga qo'ygan qadamlari qutlug' bo'lsin deymiz. Marhamat keling kuyovlar, o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin.